Assalomu alaykum. Bizning ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib boruvchi obunachilarimiz barchalaringizga ro'za-i Ramazon oyi muborak bo'lsin. Qisqa tanaffusdan so'ng nasib bo'lsa yana reklamalarimizni, videoroliklarimizni yana boshladik. Mana ajoyib to'ylarimizdan 3 tasi yana sotuvda. To'y so'raganlar uchun juda ko'pchilik bizdan to'ylarni so'rayotgandi. Nasib bo'lsa to'ylar bilan birin-ketirlikda sizlarni tanishtirib boramiz. Mana nasib bo'lsa birinchi to'yimiz Navoiy viloyati Qiziltepa tumani. Aka manzil qayerda? Bitta manzil aytib o'ring. Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Dehqonobod qishlog'ida to'yimizni yoshi haqida birinchi ketma-ketlikda davom etib ketaveramiz. Yoshi haqida umumiy ma'lumot. To'yimiz yoshi 2 yashar. 2 yashar, ha? To'yimiz yoshi 2 yashar. Zoti toza qora bayir. Toza qora bayir. Bo'yi menimcha 1.60 tagiga boradi, ha? Ha, shunday. Mana to'yimizni ko'rib turibsizlar. Ochiq havoda mana zo'r sharoitda turibdi to'ylarimiz. Birinchi to'ylarimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz, keyin narxlari bilan sekin sizlarni ham tanishtirib boramiz. Nasib bo'lsa. Bu asli kelib chiqish qayerdan aka? Qirg'izdan kelgan. Qirg'izdan kelgan, ha? Uloqchi otdi bolalari, ha? Oyoqlarini ham hamma joylarini ko'rishlaringiz mumkin. Ishtaqalari qanday aka? Ishtaqalari ibishlari garantiya. Shu yil bahorga necha yosh bo'ldi nasib bo'lsa to'yimiz? 2 yoshdan o'tdi. 2 yoshdan o'tyapti. Bu esa mana ikkinchi to'yimiz, mashalloh chiroyli otchi ekan. 4 ta 3-oyog'ida salgina oqchasi bor ekan, 3 oyog'i oq, peshonasi qashqa. Bu to'yimiz haqida bitta ma'lumot berib keting aka. Bu to'yimizdan tisi qora bayir. Qirg'izdan kelgan. Bahorga 2 yosh bo'ladi. Menimcha bunisini bo'yi sal pastroq ekan, unisiga nisbatan. Ha, o'zi ham katta otlarda tarbiya ko'ryapti ekan jonivorlar. Mana. Menga bo'lgan bu. Ha, uchalasi menga bo'lyapti ekan. Yo'q aka, mana oldiga borib ko'rsatib ketamiz. Buni kelib chiqish qayerdan aka? Yo'q, Qirg'izdan kelgan. Ha, uchalasi bir xil kelgan, ha, Qirg'izdan. Zoti qora bayir mana. Mana qarchig'aylari ham hammasi kelishgan, go'shtdor ot bo'ladigan, uloqchi ot bo'ladigan to'ylar. Qadrli obunachilar, bu 3-to'yimiz. 3-to'yimiz ham 3 ta oyog'i oq, peshonasi qashqa. Buni ham yoshi xuddi shunday, ha? Yoshi shunday. Bo'yi? Bo'yi 1.50. Qora bayir. Ham Qirg'izdan kelgan. Ham Qirg'izdan kelgan. Qora bayir. Ha, yosh to'ychilar. Tishlarini ham bitta ochib ko'rsatamiz aka. O'zingiz bitta ko'rsating tishlarini. Bo'ladi, rahmat. Keyin oyoqlarini bitta qolab ko'rsatib ketsangiz. Mana yosh to'ychilar hammasi. Endi bularni narxlari bilan aytib ketsak aka. Narxlari shu kelishamiz 2,5 ming deymiz. 2,5 mingdan, har uchalasi ham har bittasi 2,5 ming. Mana qaysisini olsangiz ham 2,5 mingdan, yana aka jazmani bo'lsa kelishtiramiz deyapti, ot oldida savdo qilaveramiz deyaptilar. Endi puliga yarasha asl toza qonli to'ylar.
doimgidek bizni kuzatishda davom eting. Nasib bo'lsa yana yangi videolar chiqarishda davom etamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmasini bir marta bosib qo'yasiz. Murojaat uchun nomerlar bitta aytib ketaylik endi. 90lik 620 0093 90lik 620 0093 raqamlariga Telegram bor, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mana to'ylarimiz toza qonli, chesti haqiqiy qorabayir zotli otlarimiz. Mana o'zi bilinib turibdi. Akamiz otlarga yoshlikdan katta otlarga taxlanganday joylarni qarab qo'yibdi. Mana to'ylarimizni ko'rib lekin rosa zo'r bo'ladi degan to'ylar. Obunachilar, to'ylarimizni ko'rsatib ketdik. Agar sizda ham shunaqa sotiladigan to'ylar bo'lsa, bemalol bizni 24 raqamlarimizga murojaat qilaverasizlar. To'ylar bog'lari uzun-uzun, asl qo'rabayir zotli to'ylar. Rahmat barchaga.